Yo, hammaga salom. Bugun Rampage kanalida Radmir KRMPdan video. Bugungi videoda biza qaysi ish yaxshi case beradi? Qanaqa deganda endi narxi bo'yicha eng qimmatroq case beradigan ishlarni ko'rib chiqamiz. Qancha vaqtda berishi u case qanchaga stoytligi o'shalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi ishimiz bizani metro. Очередь kutyapti, demak odam ishlayapti ekan. Metrolarda ishlash uchun 2x, 3x payt ishlash kerak. Metrolarda chunki yaxshiroq case beradi, keyin ключlar beradi. Ключ eng qimmat narsa o'zi ключ. Case anaqa ishlarda beradigan narsa 2,5 milliondan 3 milliongacha ham turadi. Puli ham yaxshi beradi. Hozir Bez 2x, Bez 3x lasiz, unaqa ko'p pul bermaydi. Просто tak case uchun ishlash uchun. Ishlab ko'rsataman. Endi 2x, 3x yo'q. Video uchun ko'rsatib beraman. Qani endi men o'chirdim kelmaydimi? Avval ovozini o'chirib qo'yaylik. Xo'sh, biza o'chirib kutib turamiz. Keyin like bosishni esingizdan chiqmasin. Kommentga keyingi videoda qanaqa ishni informatsiyasini olib chiqaylik to'liqroq qilib. Qaysidir ishda qiynalayotgan bo'lsanglar, o'sha ishni biza video qilib chiqamiz va oson yo'llarini, sirlarini o'rgataman o'sha ishlarni. Hammasini oson qilib turib, maza qilib pul ishlayverasizlar o'zinglar. To'g'ri, endi bu ishlar boz kelib chiqqan va to'liq bo'lib chiqmagan. Men bularni to'liq qilib chiqaman. Biza metro keldi va ketdi. Endi ishlaymiz. Qani qancha vaqtda berishadi? Men ungacha videoni tezlashtiraman, chunki ancha vaqt ketib qoladi. Katta vaqtni ko'rib olsanglar bo'ladi. O'zim ham aytaman oxirida qancha vaqt ketdi.
уже bitta krug keldik biz уже, lekin hali kes bermadi. Что-то уже berish kerak, lekin shuncha stansiya to'xtadik. Lekin bermayapti. Yana ikkinchi krugni boshlab ko'raylik-ku, ko'ramiz. Ana ikkinchi krugga ham biz tugatdik, lekin hali ham kesdan darak yo'q. Bilmadim qachon beradi kes. Aytdim mana bu Basic Kicks 3x unaqa kes berish ham qiyin desam. Metro вообще bor. Bu ishlaganga ham arzimayapti. Chunki 3x bo'lganda men уже 150 ga ishlagan bo'lardim. Cross'ni ikkita krug qildim. Ikkita krugni 60 ming вообще kam. Shu yarim soat bo'ldi. Ko'ramiz endi qanchaga kes beramiz. Dalsi bor edi, chaqiringchi. Осторожно, двери закрываются. O, bizada birinchi kes. Zina SKSga oxiri berdi bizada bor. 3-krugda berdi. Biz hozir endi ishni tugatamiz. Bizga o'sha kerak emas bu, chunki biz nimaga? Chunki biz kes uchun ishladik. Ko'rasizlar, yarim soatda bizada qanchada mana aniq vaqti 37 minutda bizga Zina SKSga berdi. Zina SKSning taxminiy narxi, bu taxminiy emas, aniq почти 150 ga atrofi. Mana ko'rasizlar, 37 minutda 63 ming ishladik. O'sha bizga bu ish kerak emas, lekin sizlarni bosib turib chiqib ketamiz. Qayerdan chiqdi endi? Randomniy joydan chiqdimi yaxshi?
keyin metroda ishlagandan keyin pulim haqqa tushadi mani. Qayerdan olaman pulimni deganlar uchun pulinglar har paydayda maksimum metroda ishlasanglar maksimum masalan metroda 300 ga ishladinglar sizlarga har paydayda 150 gadan bo'lib to'laveradi sizlarga. Chunki birdaniga sizlarga bu narsani to'lab bera olmaydi. U keyingi ishimizda bizani hozir borganda ko'rasizlar. Bu joylarni sekin kesib yuboraman. Biroz bo'lasizlar. Keyingi ishimiz bu bizada Dalnaboy. Shu hamma kutgan Dalnaboy videosi. Video emas, video ichidagi videoda. Xullas, Dalnaboyda ishlab ko'ramiz endi. Kes olguncha. Voy, shu kerak emas edi. Lekin Dalnaboyda ishlayman. Nimaga unaqa qopti? Видосной вид активной работы нужно показать. Понятно, ben tushundim. Уже ishdamanman. Xullas, shu yerdan ishga kirasizlar. O'tirganlardan keyin enter bosib ikkimislardan ichadi. Bizga bu musorga kerak emas. Xo'p, biz buni qayerdan edi? Kim atashgan olsa. Qanaqa edi? So'z topaman. Bo'ldi. Birinchisi ekan. Yoqmasa birinchisini alishtirasizlar. Benzinda ishlash qanaqa ekan? To'xtaylik degan yoqishdan ko'ring. Bo'ldi. Shunda ishlayotganmiz. Просто aytayotganim, sizlar case farm qilmoqchi bo'lsanglar, faqat case uchun bo'lsa, sizlarga iloji boricha kichkinani sprinterlar bo'ladi-yu, o'sha sprinterlarni olib turib ishlasanglar, kam-kamdan yuk tashlanglar, sizlarga ochko degan narsa bor. Ochkodan plyus bo'lib turib, tezroq case olish ilojisi bor. Hozir biz endi anaqada ishlaymiz, benzinda ishlaymiz. Benzin ishlagan kelmayapti, to'xtanglar, shuni alishtiraylik. Qaysidan ishlasam bo'ladi? Mayli, mana shu musobaqada ishlaymiz endi. Musobaqa emas ham bo'lmaydi. Barziylik yetmaydi. Hop, biza birinchi qilgan narsamiz bu o'tirib ishga kirib olib turib, kirganimizdan keyin biznes qilsa, biz zakaz olamiz. Hop, bizga qanaqa zakazlar kerak? Juda katta uni yuki, biz qancha yuk ola olamiz? Men lekin bilmayman. Chunki bu mashinada ishlab ko'rmaganman, faqat mazilda ishlab yurganman. Mayli, shuni olamiz, ketdik. Buni kilometri 2900 ekan. Kilometriga qarab olaylik iloji boricha. Mana kilometrni qarang, 5786 metr. Bu vobshe uzoq degani. Bu bo'lmaydi bizga. Bizga iloji boricha nima kerak? Bizga kamroq kerak, lekin shuni ham oldirib qo'ydik boshqaga. Boshqa zakaz kutamiz, qarang. Ungacha sekamiz qo'zg'alib. Bizda boradigan joy biz zavodga olib turib yuk olishimiz kerak. Birinchi zakaz olishimiz kerak. Bu zakaz yo'q. Dalnaboyda har doim shu muammo zakaz. Zakaz topsam, yog'ini videoni davom ettiramiz. Biz zakaz oldik. Mana 1817 metrga 9000 kilolik desak ham bo'ladi. 9000 kilolik yuk oldik. 70 ming rubl. Bizga har doimdek pul uzun emas, chunki biz case uchun ishlayapmiz. Ko'pincha o'yinlarda shu case uchun o'ynaydiganlar ko'p. Men ham asosan kirib turib o'ynasam, mana shu chiqayotgan ishlarim ko'ryapsizlar, shu case beradigan ishlarni ishlab chiqaman. Har bittasini bittadan ishlab chiqaman. Har bittasini shu maksimum bo'lsa shu yarim soat 40 minutda case beradi. Buni ham ishlaysizlar, ham case olasiz. Case olgandan keyin o'sha ishda ishlashdan foyda yo'q. Chunki ikkinchi marta case berish vaqt qiyin. O'shaning uchun asosan shunaqa qilaman. Har xil ishlarda ishlab yuraman. Har xil ish degani shu faqat case beradi. Kuniga mayli, bo'lmadi degan 2 million ishlab qo'yasizlar. Kuni deganda soatga bormay turib shunaqa ishlasizlar. Imma просто. Har doim shu case uchun ishlasanglar yaxshiroq deb o'ylayman. Просто так. Endi 2x, 3x payt pul uchun ishlasanglar bo'ladi. Boshqa payt вообще foydasiz. Mana endi zakaz oldik. Biz hozir endi продуктовый zavodga borsak, o'sha yerdan videoni davom ettiramiz yoki tezlashtirib yuboramiz. Maksimalniy bizga 4600 sig'arkan. Biz olishimiz kerak 4500
4600dan uraylik maksimum qilib. Chunki 3 marta qatnashimiz to'g'ri kelib qoladi. Lekin bir tomondan unaqa qatnash ham yaxshi, chunki ochko dedim boya. Ochko nisbatan plyus bo'lsa, tezroq kesib berish ehtimoli katta. U bizga hozir u narsa kerak emas, chunki bari kechasi ancha vaqt ketib qoladi. O'shaning uchun bitta-bittadan olamiz. Omad uchun ishlaymiz bu yog'iga. Mana shu yuk olish KDS rosa katta. Lekin o'zinglarni moshinanglar bo'lsa, mana bizga shu yuk ortib, mana misol uchun mana bunaqa zilinglar bo'lsa, sizlardan unaqa vaqt so'ramaydi. 28 sekund bo'lsa, agar zilinglar bo'lsa, даже sekund bo'lsa ham yutasizlar. 20 sekundda to'ldirib beradi sizlarga. Zato sekund bo'lsa ham yutasizlar. Lekin mana ko'ryapsiz, biz kompaniya mashinasida ishlayapmiz. Yuk ortyapmiz, o'sha mashinaning tezligi sekinlashyapti. O'zinglarni shaxsiy mashinanglar bo'lsa, sivil misol uchun mana shunaqa mashina, kontor bor. Shunaqa mashinanglar bo'lsa, sizlarda ancha tezroq bo'ladi bu narsa. Yuk ortsanglar ham bu narsa tezligi kamayadi. O'shaning uchun iloji boricha dalnivoy bosib ishlamoqchi bo'lsanglar, bu birinchi pulni yiqqaninglarda tezroq kontor olinglar. Boshiga kontor вообще inma mashina. Kontor olinglar. Chunki hamma foiz ham olmaydi sizlardan, foiz ham o'zingizlarga qoladi. Sizlar kompaniyaga ortiqcha summa to'lamaysiz. Qaytangiz sizlarga kompaniya bonus bilan pul to'laydi. O'shaning uchun eng to'g'ri yo'l pulni qismasdan bir yetishi bilan kontorni shu mana bunaqa mashinalarni olib olish kerak. Sprintermi? Kes farm qiladiganlar sprinter, pul ishlamoqchi bo'lganlar uchun kontor yoki mana shunaqa mashina. Endi bu yog'iga videoni tezlashtirib olaman, chunki ko'ryapsizlar, вообще sekin yuribdi. Sizlarda ancha o'tib ketdi. Sizlarda tez o'tib ketadi, menda просто ancha vaqtim ketadi. O'shaning uchun videoni tezlashtiraman. Mana ko'rdinglar, hozir biz yuk tashladik. Bizdan foiz olib qoldi mana. Komissiya o transportning kompaniya 25% olib qoldi. Sizlar вообще не стоит. Sizlar mana shu 25% dan ancha bilinib qoladi. Masalan, polniy bosib ishlasanglar, shu narsa ham ancha bilinib qoladi sizlarga. Biz yarimidan ko'pini olib keldik hozir. Общий zakaz 70 kunlik zakaz, lekin biz yarimidan ko'proq qilganimiz uchun 40 ming berish kerak edi o'zi. Lekin bizga 30 ming berib turib 10 ming kompaniya uchun olib qoldi. O'shaning uchun eng yaxshisi o'zinglarga tezroq olganinglar yaxshi. Biz yukni noto'g'ri qo'ydikmi deyman. Yo'q, to'g'ri. Yana 4474 kilo yuk qoldirsa ham bo'ladi. Bu yorilicha. Mana birinchi zakazni ham biz уже tugatyapmiz. Sekundli qoldi. Ko'ramiz. Birinchi zakaz o'zi kesib berarmikan? Hozir tashlab olganimiz ekan, yana bo'ladi. U berish ehtimoli bari qiyin birinchi zakaz o'zida. 50 berishdi.
Lekin dalnovoy bitta yaxshi tomoni bermadan ko'rdinglar. Dalnovoy bitta yaxshi tomoni pul yaxshi beradi. Lekin bizga keys kerak. Lekin dalnovoy keyslarni ham eng qimmatlaridan beradi. Eng qimmati bu своя ночь beradi. Bilsanglar, вообще qimmat u keys. Eng kamida 700 ga turadi. Yarim soat ichida berib qo'ysa, vash imba bo'ladi. Hech kim bunaqa yarim soat ichida unaqa 700 ga ishlolmaydi baribir, oddiy ishlarda ishlasanglar. O'shaning uchun o'sha aytgan gapim keys farm ko'ringlar. Eng yaxshi usuli o'sha. Yana zakaz yo'q, zakaz muammosi har doimdek. Pul yaxshi bo'lgandan keyin zakaz ham, ishi ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun zakaz olish ham qiyin. Ko'ramiz, zakaz chiqsa, o'sha gap video davom etadi. Mana уже zakaz oldik biz, tez berdi, cho'ta zakaz tez chiqdi. Hop, bizda 7100 lik zakaz, narxi 50 minglik, 2200 kilometr ekan. Kilometrdan emas, 2200 metrga, 2 kilometrga. Ko'ramiz bu zakazda ham berarmikin yo bermasmikin ko'ramiz. Lekin berib qolsa yaxshi. Tonnida eng kamida tonnidadan bersa zo'r bo'lamiz. Video uchun indamay qo'yaveramiz. Borib yukka olamiz, tashiymiz, ko'ramiz. Lekin buni bittada tashlab qo'ysam kerak demoqchiman. Zil bo'lganda mayli, lekin bittada tashlab qo'yaman. Afsus, zil emas. Borib olib, videoni o'sha yerdan boshlaymiz. Biza keldik, mana o'sha zakazni olamiz. Bu safar lekin kamroq bo'lganimizda yaxshiroq. Birinchisi 3600 olaman. Nimaga desanglar, shu skorosimizga ta'sir qiladi, tezligiga ta'sir qiladi. Shuning uchun kamroq qilib olaman. Chunki zakazni yuki ham kamroq bu safar. O'tgan safargi 9000 edi. Uni maksimaldan olishga majbur edim. Qanchalik yukingiz kam bo'lsa, kamroq uringlar. Tezligiga ta'sir qilmaydi shunday. Chunki ko'rdinglar boya, вообще tezlik 72 ga tushib ketdi. Hozir ko'rasizlar, mana kamroq yuk oldim. Chunki mana zakaz kam edi. Yurishini ko'ryapsizlar o'zinglar. Вообще zo'r. Imba. Skor tushmas ekan, tushunarli. 4600 bo'lsa, обновление kelganda, endi men chunki esimdan chiqib ketgan. Chunki ancha bo'ldi bilan ishlamaganman. Обновление kelgan ekan, 4600 ko'rsiz ko'rgansiz, 4600 olishi, lekin maslahat beriladigan deb turib pastda yozilgan edi, 3600. Demak, belgilangan yukdan tepasini olmasa, bizda skor tushmaydi, prezident. Вообще zo'r. Cho'tki, biz vaqtdan yutqizmaymiz. Bunda videoni tezlashtirib yuboraman. Biz уже ikkinchi zakazni yarmini olib keldik. Boya aytgan ekanman, birinchi zakaz tugatdi, keys beradimi yo'qmi dedim. Keysni har mana shunaqa yarmini olib kelib berganinglarda ham berib qoladi. U faqat mana shu topshirayotganinglarda berishi mumkin keys. Ko'rdinglar, 21 ming oldik. Yana komissiya olib qoldi, 7 ming olib qoldi bu safar, chunki bizda zakaz kamroq bu safar. Ketdik, qolgan yarmini olib keldik.
Ana ikkinchi zakazimizni ham уже tugatyapmiz. Kesib bera qol endi. Уже bunga yarim soat bo'lib qoldi уже. Boshlaganimizga bu ishni ham. Ko'ramiz, balki berib qolar. Bermadi. Mayli. Biz nima qilamiz? Kesib bermaguncha ishlaymiz. Xo'p, bular juda вообще uzoq. Bizga bular bo'lmaydi. Yaqinrog'i chiqib qolsa yaxshi bo'lardi. Oxiri biz zakaz oldik. Ancha qiyin bo'ldi 300 zakaz olish. 3000 metrga oldik. 9558 lik. Biza bunda adashmasam shu 3 marta qatnashimizga to'g'ri keladi. 3 marta qatnaymiz, qani ketdi bo'lmasa. 3 marta qatnasak biza unda birinchisiga 3000 dan olamiz, 1-2 3000 dan olamiz, keyingisi 3600 qo'ramiz. Ko'ramiz, 3 zakazda bersa berdi, ko'ramiz agar. Chunki ancha bo'lib ketdi. Dalnivoyda boya reyting bo'ldi. Bunda reytingga ham bog'liq kesib berishi. O'shanga bizga qiyin bo'lyapti. Mana ko'ryapsizlar, odamlar 70 ochko yiqqan, men o'sha ikkita zakazda 4 ochko yig'dim. Endi bularni hisoblasanglar bo'ladi. Mana shu birinchida turgan odamga o'sha eng qimmat keysdan berib bo'lgan. O'sha aytganimda reytingga ancha-muncha bog'liq dalnivoyda ishlash. Ko'ramiz bizga ham mayli reyting emas. Ko'ramiz bizga ham berib qolar. Hozirgi zakazimiz bizga haqqi ekan. Video tezlashtiraman hammamdagi, chunki bizda vaqt cho'zilib ketyapti, ancha cho'zilib ketdi уже. Уже 3-chi zakazda уже ikkinchi marta anaqa yarmidan tashlab bo'ldik. U hali kesib bermadi. Shu-da adrenalinidan keyin dalnivoyda kesib berish qiyin bo'lib qoldimi deyman. Ko'rdinglarmi, bermadi. Уже oxirgisini tashlaymiz. Agar bersa berdi, bermasa bilmadim. Dalnivoy cho'ta nitto dalnivoy. Dalnivoyda endi kechasi soat уже 1:30 bo'libdi. Kechasi o'zi dalnivoyda zakazda o'zi qiyin topish kechasi. Asosan ko'pincha ertalab ishlashadi. Ertalab ishlasa zakazlar ham rosa ko'p bo'ladi. Qilib ketgan bo'ladi, hech kim ishlamayotgan bo'ladi. O'sha payt ertalab kirib turib ochko yig'ib olish eng zo'r payti ertalab bo'ladi. Kimdadir vaqt bor, to'g'ri, kimdadir vaqt yo'q. Vaqti bor payti kirib qo'ysalar, lekin ertalab cho'tki bo'ladi. Tezroq kesib olasizlar, eng qimmatini olasizlar. Ko'ramiz, hozir ham bersa berdi, bermasa o'sha
tugatamiz, chunki ancha cho'zilib ketdi vaqt. 1 soat уже. Mana oxirgi 3-zakazimizni ko'ramiz. Keys bersa berdi, bo'lmasa уже tugatamiz videoni. Chunki вообще ko'p o'rinli keys berarmikan, endi ko'ramiz. Chunki 1 soat o'tib ketdi. Bu вообще uzoq. Men aytgan gap shu, Sprinter ko'proq keys bermadi. O'sha gap, Sprinter olib ishlanglar, bunaqa mashinalar bo'lmaydi. Sprinter tezroq yuradi, 180 yuradi. Sprinter olib turib, undan ham tezroq ishlasanglar bo'ladi. Ko'rdinglar, bizga bermadi. Videoni yana keyingi qismini olaman. Chiqsin desanglar, kommentga yozib ketinglar. И like bilan поддержка qilib yuborsanglar yaxshi bo'lardi. Mana PRPda media olishimga yordam berib yuborardinglar. Like bilan kommentariy yozib qo'yinglar. Rahmat hammaga.